Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Texnosoat kanali. Bugungi videorolikimizda telefon xotirasini maksimal tozalashni o'tamiz. Unday bo'lsa, boshladik. Uning uchun do'stlar, bizga Total Commander dasturi kerak bo'ladi. Buni videoni opsiyatsida link qoldiraman. O'sha link orqali yuklab olishingiz mumkin. Ichiga kiramiz. Buning qulaylik tomonlari bu yerda qurilma xotirasi deb turibdi va qurilma xotirasining hajmi 10 GB, ya'ni 10.8 GB jami. Va undan tengini 800 MB bo'sh. Bu qurilma xotirasini aniq xotirasi borligini va undan aniq bo'sh joy ko'rsatadi. Mana 898 MB joy bo'sh. Bu yerda esa o'sha kirsangiz oddiy fayllar o'qiy olmaydigan fayllarni ham bu Total Commander dasturi o'qiydi. Demak, tozalash uchun bizga nastroykaga kirib olamiz. Deyarli hamma telefonlarda bir xil bu funksiyalar va ilovalar bo'limiga o'tamiz. So'ng bizda mana shunday ishlayotgan ilovalar chiqadi. Bular hozir harf bo'ylab ketyapti, ya'ni alifbo tartib raqami bo'yicha. Tepada 3 ta nuqta bor, unga bosamiz va o'lcham bo'yicha saralash qilamiz. Saralash qilganimizda o'zi birinchi o'ringa Telegrafni qo'ydi, ikkinchi o'ringa Google Play xizmati, YouTube, Chrome va hokazolar. Telegram 1.85 GB, Google Play xizmati 447, 416, 300 va bu yoqqa ketaveradi mana. Pastgacha, pastda sim karta menyusi 53 kilobaytdan egallab turibdi joyini. Demak, Telegrafni ichiga kiramiz. Sizda boshqa dastur bo'lishi mumkin va kirganingizda pastda xotira degan joyi bor. Xotiraga kirasiz va mana bu joyda keshni tozalash deb turibdi. Hozir bizning ilovamiz 100 megabaytlik ma'lumotlar bor, 1 gigabaytlik va keshimiz bor 700 megabayt. Shu jami bo'lyapti 1.85 gigabayt. Keshni tozalash bosamiz, mana kesh o'chadi. Va polni keshlar o'chib ketdi. Agar do'konni bo'shat desangiz, ma'lumotlar polni o'chirib yuboradi. Hozircha shart emas. Endi chiqamiz va ko'rsangiz, Telegraf ikkinchi o'ringa o'tdi, birinchi o'ringa Play xizmati. Endi pastga tushamiz. Total Commander ichiga kiramiz. Va mana 1.4 GB joy bo'sh hozir bizda. Bunday tozalash Telegramning ichidagi fayllarga teginmaydi. Telegram videolar turibdi, imagelar turibdi va dokumentlar hammasi ichida joyida turibdi. Lekin Android datani ichidagi mana bu Telegraf faylni bu o'chirib yuboradi. Polni noldan sizda Telegram deb turgan bo'lishi mumkin. Shu datani o'chirib yuboradi va bizga joyini bo'shatib beradi. Va keyin yana qilaverishimiz mumkin. Masalan, Google Play xizmatini xotiraga kirib, keshni tozala, do'konni bo'shat deb. Hozircha mana shart emas bu. Ikkinchi, YouTube'ga kiramiz. Xotira va mana keshni tozalash qilsak, 180 megabayt bo'ldi atigina. Xullas, hamma dasturlardan shunday qilib chiqsangiz, o'zining keshlari tozalanadi va keshlar tozalangandan so'ng sizning xotirangiz maksimal darajada xotirasi oshadi. Hozir yana qarang. Xo'sh, Word kiramiz. Wordga keshni tozala, ma'lumotni tozalashni bosib o'ramiz. Bu ishlatmayman menimcha. Va Excel. Keshni tozala va ma'lumotni o'chir. Mana endi o'tib bitta chiqsak 1.9 gigabayt. Shunday hammasini keshni tozalab chiqsangiz do'stlar, 1.9 gigabayt joydan ham ko'proq gigabayt joyga ega bo'lasiz. Bunday video yoqqan bo'lsa do'stlar, kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang.